Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun pastki qismimiz soqolamiz. Kafelimiz bitdi, ko'cha tarafi bitdi va termopanelimizni boshlavordik. Ko'cha tarafni ko'cha tarafimiz soqoli kafel qismi bitdi va termopanelimizni boshlavordik. Termopanelimiz bu eshik qo'polindi. Bugunchalik o'rniga qistirib qo'ydik. Ertaga yana qo'pollanadi, olinadi. Mana ichiga kiritib, keyin o'rnatdik. Darvozamiz olindi, ertaga qo'yiladi darvoza. Soqolimiz, kafelimiz mana shunday bo'ladi. Mana shunday holatga keldi. Ko'cha tarafimiz. Kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'ling. Bitganini ko'rib boraverasiz.